Assalomu alaykum azizlar. Baxmal tumanining Qoraqishlog'idagi Komiljon og'aning yangi bog'lari. Sinov uchun bu yerga oltin ko'z hasharotini qo'ygan edik. hali endi bitta joyga qo'yilib qolibdi. Tajriba bo'lmaganligi uchun. Lekin qurtlar bor. Mutaxassislar bilan maslahatlashishimiz kerak ekan. Oltin ko'z qo'ygan. Qurtlar turibdi. Biz bu yangi bog'ida hashimni ko'p emas, shunga qaramasdan har bir tushishi aniqda. Shunga oltin ko'z tajriba tariqasida birinchi marta qo'ydik. Kamchiliklar ham bo'libdi. Lekin buni bir ilm bilan qilmasa qiyin. To'g'rimi shunaqa? Buniki mesela uruqqa yetmagan. Urug'i turibdi. Usti lekin mana bu. Demak, yashab qo'ygan qurt bo'lganda bari. Buni sut tashlash kerak bo'lar ekan. Bu sosga kirgani ko'pmasa bu? Ha. Yuz tutlar borda. Tushganlar. Biz o'zimiz vajillab tushib ketmagan-ku, bari bor ekanda. Shu yangi qurtni tushmasa bo'ldi, bu yoqqa aniq qilsak bo'ladi. Yangi qurt tushib ketsa lekin keyin qolmaydi. Endimi? Yangi qurt tushmasa bo'ldi, bu eski qurtlar endi. Yangi qurt yangi lichinka bilan bo'ladi-da endi, ha? Deb aytishimiz kerak ekan mutaxassislarga. Olti ko'zlatlar qo'yilgan. Suvning o'zi bilan bo'lsa yuvib turishimiz kerak bo'ladi. Beyazotdan berdingiz-mi bunga? Ha, beyazot berdi. Neden şuncha yo'q? Baribir yana bir marta qo'yib olish kerak ekan. Bu qo'yganingizdan keyin ancha bo'lib ketdi, ha? Ancha bo'ldi. Mayli, yaxshi bo'ldi. Bitta bor tushganlar. Bittaga tushgan, yondagilar yo'q. Qandaydir obut bo'lganmi keyin buni bilish kerak ekan. Yondagilar sog'lom. Dorilaganlarda qanday ahvol? Parlaganlarda ham bor. Hammasi shuda. Qurt oxirigacha yetmagan hamma. Yoki nimamiz yedimi? Qo'ygan. Yegandan keyin to'xtadi balki. Mana sor ko'rish kerak ekanda, balkim shunaqa bo'lgandir. Bu brakon degan hasharot qo'ysa, shunaqa qurt bo'lgandan keyin yer ekan u. Yemas ekan-ku, qurt chaqar ekan. Ha, o'ldiradi. Chaqib o'ldirar ekanda, o'zi lichinga qo'yar ekan qurtga. O'zining lichinkasini qurtga qo'yar ekan. O'sha boqilishda ham qurt bilan boqilar ekanda. Qora dog' ham tushganmi? To'ldan bo'lgan. Ishqalangan. Shamol. Shamoldan. Ularda mana tushganlari bor. Biyolog usulda kurashganda
doimiy nazorat qilib turish kerak qandaydir. Maslahatlashib. Bu bilan tajriba bo'ldi birinchi yil. Fasliga kirgan boshqa meva yo'q-a bu yerda? Yo'q, shaftoli bor kamda. Ularda yo'qmi qurt? Yo'q, shaftoli xuddi. Odam bor kamda. Endi boshlatdim. Mana ikkisi ochiladi. Mana ochiladi. Yangi navbatmi shekilli? Ha. Yupqa o'chaqmi? Yupqa ko'chaq. Keyin bu ham ochiladi, mana bu ko'chada. Öbürü şu yeri açıldı. Şarafaz. Ne bıçağı koygan. Tamam, golden oldu. Evet. Bir yana haşar şaf hal bor ekan, buni maslahatlash kerak ekan. Shpirakon bilan qo'shib qo'yish kerakmi deyman men. Ikkovini ham qo'yish kerak. Ha, ikkovini ham qo'yish kerak. Gullagan paytda-ku ikkovi shartmas ekan. Shu qut bo'lish jarayoni boshlansa o'sha paytda birakon qo'yilar ekan qo'shib. Shu buyog'ini saqlab qolinsam yaxshi holat-a? Yana saqlab qolsadan yaxshi bo'ladi. Shuni tashlash kerak ekan. Hozirgi mutaxassislar bolani ko'ramiz qanday vaziyat. Bu hasharotlar bilan kurashish ham o'zi alohida bir katta ilm ekanda. Bizda hasharot yetishtirib beradiganlarni topdik-ku. Lekin dehqon bilan birga ishlaydigan yaxshi bir bilimga ega bo'lgan tajribali hasharotchilar topishimiz kerak bo'ladi. Bu usulda kurashish uchun hamkorlikda shunaqa odamlar topishimiz kerak. Biz bu yil endi shu o'zimizcha ko'rdikda aqlimiz yetganicha chala-chulpaqliq. Bu samaraliroq bo'lish uchun ular aytyapti, buni kesib hamma shoxlarga qo'yish kerak deyapti ular. Mutaxassislar. Shunda o'sha ko'proq tarqalar ekan. Endi agar shu nima bo'lsa, bu turgan shoxlar butun qolishi kerak, lekin mana bunda ham bor. Yaqin turgan shoxlarda ham. Bir maslahatlash kerak ekan. Buning ustiga biz uzoqdan olib kelyapmiz. Masalan, bu yerga Qashqadaryodan olib keldik. Kegincha ham o'zi hasharotlar uyg'onib olib ketar ekanda bu tomonda ham bor. Jami necha soat haqida? 88. Shundan 100 tup sosiga kirgan. Yangi bog' bu. Duo qilib turasizlar, bu yog'iga xudo qolsa yana maslahatlashib ko'ramiz, tabiiy yechimizlashga davomiga qurt tushib ketmasligi uchun. Hosillar yaxshi bo'lgan. Ikkita teshik bor, xuddi kirib chiqib ketganda edi. Teshik turibdi, lekin kirib ham ketmagan, bundan o'tmagan. Ikkovi ham bitta teshikka uringanda kirmagan. Bundan kirib, urug'ni yeb turib, keyin chiqib ketish kerak. Ha, o'zi. Bu lekin urug'ga bormagan-da. Biz mutaxassis xulosasi kerak. Shaftolilar ham bor ekan. Ha, bu kabroq bo'ldi. O'tgan ko'p solgan bu. Ha, keyin ko'p soldi. Bu ham 1 yil ekan. Bir yil solardi. Ha, boshqa sabab bo'lgan. Changlanishidanmi? Bu hali bor ekan, ha, qattiq.
Ha, buraya bak. Yeter, pişmek bu. Qattiq uzoqqa yuborsa bo'ladigan shaftoli shekilli. Bozorga shuni chiqarib sotadi buni. Qattiq bo'ladi. Ha, hozir. Keyin bo'shaydi u. Yaxshi pishmasa mazasi yaxshi chiqmasa kerak baribir. Aslida bozorda to'y ma'rakaga qo'yadigan shaftoli shuni. Mazasi yo'q. Mazasi yo'q, lekin ko'rinishi chiroyli. Ko'rinishi yo'q. Haqiqatan dasturxon qo'yadigan qizib tayyor bo'libdi. Ha, to'g'ri. Uzumlar. Uzumlarning ahvoli yaxshi ekan. Güzel. Kasallik pishmadimi? Yo'q, buni biroz lekin shunisi nima bo'ldi? Ayyoq quraqqa tushib qoldi. Bu nima bu? Ular endi yangidan lekin qora bo'lyapti. Uzuncha. Urug'siz. Ha, uzuncha qora. Ichida urug'i yo'q. To'liq tutmabdi-da. Ha. Ba'zan shu. Bu katta edi. Zil tushib qoldi. Bitta shunisi. Qolganlardan urug'i. Qaysi olmaniki qoq? Bu boyagi mayda olmani. Bahorgina? Mayda bo'lib qolganda, ha. Mayda bo'lib qolgani uchun qoq qo'ydi. Bahorga olmadi, ha? Yo'q, na. Golden bilan kirimsin oldi. Ha. O'tgan yilgi. O'tgan yilgimi? Qora uzumlar. Hem siyrakroq bo'libdi ba'zilar. Rozg'or uchun qiziloli. Bu qizilollardan dorilamaganmisiz? Kurt yo'q-ku. Bormi? Shu nima oltin ko'zi shu nimaga ham qo'ydik bu yil. Qiziloliga ham. Keyin bir 20 kunlardan keyin qurt tushib boshladi deydi. Keyin bir akamga qo'shib berdik. Hozir yaxshi deyapti. Bizga kelib turibdi. Birinchi keyin ko'tardi. Bir yo'qolsa keyin yo'qoladi. Bargi sarg'aygan tepsida. Bo'lishi mumkin endi bu. Mevaga ko'ko'klik ko'pligi ham. Immunitet yuqori bo'lishi kerak deydi. O'tgan safar lavhamizda o'quvchilar haqida gaplashgan edik. Bir ikki yoshga bo'lar ama. Bunisi bir yoshmi? Buni bir yoshdan oshgan, bu ikkidan oshgan. Nima bilan boqilyaptilar? Bu o'sha bog'dagi nima bilan? Pashak. Bug'doyning nimasi? Normasi. Bug'doying o'zingiznikimi? Ha. Ta'lim bug'doy. Ta'lim. Qancha vaqtda tayyor bo'ladi bu xudo xohlasa? Bu 2 oyda bo'lishi kerak. Tabiiy toza oz go'sht bo'lib qolishi ehtimoli bor xudo xohlasa. 2 oylarda. Agar xaridor chiqsa, so'yib berasiz, so'yib tuzib berasiz. Xaridorga qarab kichkinasini bo'lib beramiz.
Berekesini versin.